Do'stlar, sizlar tunji qadamda A harfining har qaysi shakllari bilan tunishish oldida turibsizlar. Endi ular tunishlik bas qandaq? Bosh A, yolg'iz A, oyoq A, o'lanma A. Endi qiziqarli misollar bilan ularning so'zlaridagi o'rnini ko'rib baqandiq. Apam ayga o'xshaydi, ay egisenda to'xtaydi. Ördek ori kötürüp iştin yandı, herip ketkeş bir haza yığılıp aldı. Şar şar şar, şar uçudu, etin uçucu yerge düşmeydi. Abla kimnin ün algısı nakşı eytidi, appak tışkan kapı bulup yirak ketidi. Bağvan ve onun oğlu. Yakınki zamanlarda bir bağvan boğay ötken iken. Boğayının bir oğlu bulup ikisi nahayeti icil inak yaşaydı iken. Bala mektepte okuydu iken. Boğay bolsa etiz erik işlerini kılıp armaydı iken. Bir günü bala mektepten kayıp gelip boğaylısıga kirse dadısı atını yetelep çıkıp atqadık. Dada nege barısın? Deptu bala. Aqtashdagi baqqa deb javob beribdi boğay. Men mi boraman? Deptu bala. Balam, uya bak yiroq, qiladigan ishlar ko'p, zerikib qolasanmikin? Deptu boğay. Kuyimchanlik bilan. Ünalgını elib olsam zerikmayman. Deptu bala erkilan. Ondaqda chaqqan bol, deptu boğay. Balisiga masliga kelib. Bala hapila-shapila uyga kirib, ünalg'usini ep chiqibdi. Ular atni bo'lishiga chaptirib, baqqa tezli yetib keldi. Ikkalan mevalarni uzishga boshlabdi. Üzüp harmabdi. Ularning g'ayratiga apirin o'qib, tornilar ko'k osmonda larzon qanot qirqishibdi. Ünalg'u balig'i madad berib, naqshi o'qibdi. Ular ishlayverib, kech kirganini sezmay qoldi. Mevalar üzülib tugabdi. Ata bala xo'shal-xuram holda olma, anar, omutlarini joylashtirib bo'lib, uyiga qarab yo'l oldi. Bala yo'lda kelib etib dadasidan so'rabdi. Dada biz nimishqa shuncha qattiq ishlasakmi horg'inlik his qilmaymiz? Buni so'rab yaxshi qilding o'g'lim, debdi boy. Bir narsani o'ylagan qiyofatda. Ko'nilada baxt keladi nadin, peshonandagi ta'din degan gap bor. O'rin odam asonli herib qoladi. Shunlashqa ularning erishadigan narsasi oz bo'ladi. Qancha ko'p tirishsak, shuncha ko'p baxtga va natijaga erishalaymiz. Bu xuddi maktabda tirishib o'qisang, kun siri bilimlik bo'lib, kelgusida katta odamga aylana oladiganliging o'xshaydi. Dada, katta degan gapning ma'nosi nima? Katta degan ostimizdagi otdek chapqur, ko'kdagi quyoshdek nurliq, tornalardek ko'kda parvoz qila oladigan degan gap. Debdi boy. Oy, men katta odam bo'laman. Debdi bola. Qiyin-qiyinga patmay. Shunday qilib, ular xo'shal-xuram holda uyiga qaytib keldi.